Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixar Abdurashid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövanda diqqatinglar kunlik xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Növətdə Shvetsariyaning Jenva shahridagi Birlashgan Davlatlar Tashkilotida 61-ci növətlik kishilik huquq kengashi ichilayotgan bo'lib, Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Turg'unjon Alovuddin, qurultayning muavin raisi Zumratay Erkin, qurultayning sobiq raisi, Uyg'ur kishilik huquq demokratiya markazining raisi Dolqin Aysa ve Qurultay Uchur axborot markazining direktori, qurultayning bayonotchisi İftixar Abdurashidlardan tashkillangan bir hay'at 2 martdan boshlab bu kengashga qatnashish bilan birga Birlashgan Davlatlar Tashkilotida bir haftalik lobby faoliyati boshlagan edi. Qurultay hay'ati bu qitimki yig'in jarayonida har qaysi davlatlarning elchilari va diplomatlarga Sharq Turkistonda hozir ham davom qilayotgan Xitoyning qirg'inchilik siyosati, Uyg'urlarning hozirgi vaziyati, Ramazan iyida Sharq Turkistonda bostirishning tixim shiddat bilan elib berilayotganligi, Xitoyning chegara halqagan bostirish siyosati va Xitoyning dunyoning demokratiya va kishilik huquq prinsiplarini o'zgartirishga urinib, diktatorlikni dunyoga eksport qilayotganligini o'ttirib qo'ygan. Bu munosabat bilan naq maydondan stansimizning ziyoratini qabul qilgan Turg'unjon Alovuddin bu vaqtdagi tafsilotlarni ko'rmanlar bilan o'rtoqlashdi. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylaridagi aziz Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Dunyo Uyg'ur qurultayidan tashkillangan bir hay'at 3 kundan buyon Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 61-ci navbatlik kishilik huquq kengashining yig'iniga qatnashish uchun va bu yerda uningdan sirt yana bir qator faoliyatlarni olib berish uchun Jenvaga yetib kelgandik. Mana 2 kundan buyon biz ciddi şekilde faaliyetimizni başlavattık. Tünügün bir muhim bir yığın oldu. O yığında şu Xitoyning chegara halqagan bostirish siyosatlari muzokara qilindi. Buni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining maxsus dokladchisi bu yerda bu yig'inga yetakchilik qildi. Bu yig'inda Xitoydan iborat diktator davlatlarning chet eldagi faoliyatchilarga qarshi elib berayotgan chegara halqagan bostirish siyosatlari muzokara qilindi va savol-javoblarga o'tirib tushdi. Bu jarayonda yana biz nurg'un davlatlarning diplomatlari bilan ve Birleşken Devletler Teşkilatı'daki vekilleri ve elçileri bilen görüştük. Ayrım sohbetler ötküzdük. Bu sohbetler jarayonida Xitoy hakimiyetinin vatanimizde yakında meni ro'za tutgan sabablik tutqun qilingan 6 qarindishimizning ahvolini o'tirib qo'ydik. Onundan boshqa Xitoyning Gulcideki Beytullah Mescidini çakmakçı bolğanlığı hakkındaki bu meseleme oturup koyuldu. Uygurlarının hazırki vaziyeti ciddi şekilde oturup koyuldu. Bu faaliyetle yine devamlaşıvatıdı. Bizden Tashqi ishlar mas'ul muavin raisimiz bugün mene BDT'nin 61-ci növbətlik kishilik huquq kengashida yana so'zlaydi. Xitoy hakimiyetining bizning vatanimizda olib berayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatlari va inson haqlari dafsanchiliklari, diniy erkinlikka qarshi olib berayotgan siyosatlari tanqid qilinadi. Shuning bilan bu bizning faoliyatlarimiz yana davomlashadi. Qurultay hay'ati 3 mart kuni mazkur kengashga parallel holda Birlashgan Davlatlar Tashkilotida xatar ostidagi millatlarni qo'g'dash tashkiloti bilan birlikda Xitoyning chegara halqagan bostirish haqida yondosh yig'in o'rinlashtirgan bo'lib, bu yig'inda Uyg'urlarga vakolatan Zumratay Erkin, xatar ostidagi millatlarni qo'g'dash tashkilotidan Sara Rainki va Tibetlarga vakolatan Tibet Jenva ishxonasining direktori Tinlay Chuki, Falun Gong muridlarga vakolatan Li Binding qatorliqlari so'z qilgan bo'lib, mazkur yig'inning ichilish so'zini Zumratay Erkin qilgan. O sözüde özünün köp taraflik ve her sahada Uygurlarning haq huquqini qo'g'dayotgan bir Uyg'ur kishilik huquq faoliyatchisi bo'lish sifati bilan o'zining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ichidami Xitoyning nazoratiga uchirganligi, rasmga tortilganligi, tuqqanlari orqali tahdid qilinganligi, davomli qo'rqitish, töhmat qilish
raqamlik tahdid va hatto o'lim tahdidiga duch kelganligini, o'tgan yili Xitoyning lagerlaridan hayot qolgan bir kishini majbur emgak haqida guvohlik berish uchun Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga elib kelganligini, guvohlik berguchining oila a'zolarini Xitoy soqchilarining tahdid qilganligini va Xitoyning mushkil vositalar bilan faoliyatchilarni qo'rqitishga uringanligini, Xitoy hukumati qayerda oyoq bassa, shu yerda Uyg'urlarni nishon qilgan dunyoviy bostirish qurilmasini qurib, oilalarni go'riga elish, raqamlik nazorat qilish, chet el zaminidagi maxfiy jasuslar orqali iz qo'g'lash va Interpol qatorli xalqaro qonun mexanizmlarini qalaymaqon ishlatish orqali Uyg'ur muhojiratini bostirishga harakat qilib kelayotganligini ta'kidlab, Xitoyning ilib berayotgan bu bostirishlarning yolg'izla Uyg'ur muhojiratiga emas, balki yana xalqaro kishilik huquq sistemasi qilingan hujum ekanligini, agar guvohliklar to'planmasa, guvohchilar so'zlayolmasa, muhojiratdagi jamiyatlar nazorat qilinsa va qo'rqitilsa, Xitoyning javobgarligini surishtirishning mumkinchiligining ozaydiganligini va Xitoyning maqsadining javobgarlikdan qachish ekanligini o'tirib qo'ygan. The other thing that I want to also put the emphasis on is that Uyghurs who have been living in exile, we've been disconnected from our family members, and this is also an act of transnational repression. So we would urge the Chinese government to comply with all international. Mazkur yig'inda Zumrat Erkin Xitoyning Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilikni hilmi ham davomlashtirayotganligini, Uyg'urlarning qattiq nazorat ostida ro'za tutish, namoz o'qish qatorliq aqalli insoniy huquqidan mahrum qilinganligini o'tirib qo'yganda, Xitoy vakili Zumrat Ayga "Sen o'zingning qarashini boshqalarga tengwatsan" deb qalayimqanchilik chiqarishga uringan. Zumrat Erkin buningga javoban, bu xalqaroda dangliq matbuotlar va tadqiqotchilarning dokladlari orqali isbotlangan degan javobni berganda, Xitoy vakili javob berolmay rasvo bo'lgan. Bugungi faoliyatlarimizni nihoyatda muvaffaqiyatli shaklda oxirlashtirdik. 61. növbətlik kişilik hüquq kengişinin yığınıga qatnaşdıq və bunun oxşaş vaqtda paralel şəkildə bir yığın açdıq. Bu yığının temisi çigra alğan bastırış siyasəti, Xitayның, Rusiyanın və başqa oxşaş diktator dövlətlərinin muşu siyasətlərini işiltib xalqaradakı fəaliyyətçilərini qandaq izvatqanlığı toğrısında fəaliyyət orunlaşdırdıq. Bu fəaliyyətdə mən həm də Dünya Uyğur Qurultayının muavin reis buluşum bilan və Uyghur bir fəaliyyətçi buluş sübutum bilan Uyghurlarning xalqarada o'xshamagan davlatlarda qandaq besimlarga, qandaq tahdidlarga uchrayotganligini birdan-bir oldiga o'tirib qo'ydim. Uningdan sirt yana ba'zi fəaliyyətçilərning, Uyghur fəaliyyətçilərning BDT'dək bir səhnədə qoğdaş emas, hücum uchrayotganligini isbotlab dedim. Bu yig'inga nurg'unlagan davlatlar qatnashdi. Buning ichida g'arbdagi davlatlar, Kanada, Germaniya, Fransiya degandek davlatlar bor va Tayland, Chili, boshqa davlatlar bu yerga kelib mushu temada mushu yig'inni angladi va bu yerda eng muhimsi bo'lgani biz mushu davlatlardan qandaq ishlarni, qandaq siyosatlarni kütümüz degan nuqtani o'tirib qo'yaldim. Uningdan sirt yana bu yerda eng oxirida Xitoy hukumati mushu yig'in qatnashgan bo'lg'achqa o'zimi bir savol xil savol o'tirib qo'ydi. Men qarta mendan sening da'vatqining faqatlam sening tajribang bu Xitoy hukumati bunda ishlarni qilmaydi deb deganda, men buningga qattiq javob berib, meninglan bo'lgan bo'lsa, bu yerda BDT'dan nurg'unlagan qitim dokladlar chiqmaydi va BDT'ning bosh katibining yordamchisining yillik dokladida Reprisals Report degan dokladida Uyghur fəaliyyətçilərinin BDT'də bo'lsin və başqa yerlərdə bo'lsin hücumlarga uchrayotganligi və dafsanchilikka uchrayotganligi chiqmaydi deb buni o'tirib qo'ydim va bu yerda Xitoy nihoyatda bir o'sal ahvolga o'ringa tushdi. Bu yig'inga yana davlatlardan boshqa yana xalqaro tashkilotlardan nurg'un tashkilotlar kelib qatnashdi va fikrini bu yerda o'tirib qo'ydi. Mazkur yig'inga Germaniya, Chili, Ispaniya, Shvetsariya, Chexiya, Finlandiya, Estoniya, Xitoy, Kanada, Angliya, Tayland, Marshall taqim orollari qatorliq davlatlarning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi vakillari, kishilik huquq faoliyatchilari va axborotchilar qatnashgan bo'lib, yig'indan keyin Angliyaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi vakili, parlament a'zosi Afzalxon va Kenaz David Alton qurultay hay'ati bilan ayrim ko'rishib, xotir suratga tushishgan.
Kenaz David Alton bu uchrashish haqida o'zining X hisobida maxsus yozma e'lon qilib, o'zining Janvada qurultay raisi va xizmatdoshlari bilan uchrashganligidan to'lim xushal ekanligini, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Uyg'ur majburiy emgikining o'ziga tanishlik tema ekanligini va necha qatam o'zining qaytilgan yig'inlarda kun tartibga elib kelganligini bildirgan. Naq maydondan stansimizning ziyoratini qabul qilgan Dolqin Aysa apandimmi qurultay hay'atining bu qitimliq kengash mezgilidagi faoliyati haqida ma'lumot berib o'tdi. Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Kengişi'nin 61. qatımlıq yığını devam qotudi. Biz bu yerga kelib bu yığınga iştirak qotimiz. Bu qatımkı 61. qatımlıq kişilik hukuk yığını Amerika'nın İran'a karşı ep barvatkan askeri müdahalesinin sayısı aslında içilvatıdı. Ama dünyada uruşlar buluvatkan bolsun ama Birleşken Devletler Teşkilatı'nın İnsan Hakları Kengişi yanına yüzün funksiyonunu malum derece icra kılıştırışvatıdı. Bu kengeçte Xitay, Katarlık, otoriteryen diktatör devletler malum boşluklarının payını üstünlükünü egellep Uygur'a okşaydıgan qirg'inchilik uchrayotgan, inson haqlari dafsani qilinayotgan insonlarning ovozini bo'g'ishtirishyotidi. Ammo biz bu mavjud imkoniyatlardan foydalanib, o'zimizning ovozini bu yerda anglitishga, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini bu fursatdan foydalanib kun tartibga kirishga, akilishga har zamonga o'xshash tirishchilik ko'rsatyapmiz. Bu qatim biz bu yerdagi bir haftalik faoliyatimiz jarayonida Amerika, Belgiya, Shveysariya, Kanada o'xshaydigan 10 neçələgan dövlətlərinin bu yerdəki yuqori dərəcəli diplomatları ilə əməldarları ilə görüşüb Xitayının Uyğur irqi qırğınçılığının üstünü yepiş üçün ep birvatqan hərəkətlərini, dünyaya ep birvatqan çiğra alqan başduruş siyasətlərini və bunun Uyğur fəaliyyətçilərə bolğan səlbi təsirlərini, hətta Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının içində Uyğur fəaliyyətçilərinin fəaliyyətləri hər xil tosalğanlığa uçrayatqanlığından ibaret ve Birleşmiş Devletler Teşkilatı'nın İnsan Hakları Kengişi bu faaliyetçilerini, Uygur okşaydıgan, Tibet okşaydıgan başka faaliyetçilerin hak hukukunu qoğdaş mecburiyetinin bağlığını esiga seliştiriştik. Bu yerde Birleşmiş Devletler Teşkilatı'nın alaylı raportörlerle uçturuş arkalık Uygurların vaziyeti hakkında ulağı dokülatlarını takdim kıldık. Demek faaliyetlerimiz devam qotudi. Mevcut imkoniyatlar dairesinde Xitay qanchalik ovozimizni bo'g'ishga tirishsimi, ama biz bu bay uçuklardan paylanıp Uygur'un ovozini bu fırsatlarda dünyaya anlatışga tirishvatimiz ve bu gayretlerimiz devam kılıdı. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişi, Birleşken Devletler Teşkilatı sistemisindeki hükümetler ara organ bulup, her ili dünya miqyasidagi kişilik hukukni ilgari surish ve qo'g'dashni kuchaytirish, kişilik huquqiga daxl taruz qilish ahvollarini hal qilish ve ularga qarata tavsiya berish mas'uliyatini ustiga olgan holda diqqat qilishga tegishli barliq kişilik hukuk masalalari ve ahvollarini muzokara qiladi. 47 a'zo davlatdan tarkib topgan bu kengash kişilik hukuk dafsanchiligi ve devlet vaziyetini hal qilish uchun devletler ve kişilik hukuk faoliyatchilarini ko'p tarafli munbir bilan ta'minlab, kişilik huquqiga munosabatlik jiddiy ahvollarga inkas qaytirdi ve kişilik hukukni yerlik qanday qilib taxim yaxshi yo'lga qo'yish to'g'risida tavsiya sunadi. Amerika'nın Milli Demokratiya Fondi, yani NED'nin başlığı Damon Wilson, Amerika parlament altida guvohlik berib, erkinlik, strategiyalik mablag' selish degani ta'kidlagan. Amerika Davlat bexatarligi, Davlat ishlar ministrligi, Avam palatasi mablag' ajratish komitetidagi guvohlik yig'inida so'z qilgan Damon Wilson so'zida 40 yil ilgari prezident Ronald Reagan Angliya parlament oldida so'z qilib, bugungi kunda Milliy Demokratiya Fondiga yetakchilik qilayotgan bir ko'z qarashni o'ttirib qo'yganligini, Reagan erkinlikning ilgarilashining muqarrar emasligini va demokratik davlatlarning erkinlik uchun kurash qilayotganlarini faol qo'llash kerakligini o'ttirib qo'yganligini, organlar, fuqarolar tashkilotlari, erkin taratqular va demokratik harakatlar bo'lgan demokratiya ulaslarini kuchaytirishga chaqirganligini ta'kidlab, Xitoy Kommunistik partiyasining dunyoviy ta'siriga qarshi turish, Xitoyga munosabatlik xizmatlar va demokratiyani qo'llashning Amerikaning davlat bexatarligini kuchaytirganligining eng aniq misollarining biri ekanligini o'ttirib qo'ygan. U so'zda yana Milliy Demokratiya Fondi qo'llagan tadqiqotchilarning 53 davlatda 100 dan ortiq Xitoyning chet el soqchi punktlarining mavjudligini oshkorlagan. Bu aloqa punktlari yerlik Xitoy jamoat xavfsizligi organlari tomonidan birlashma front tarmoqlari orqali boshqarilib, surgunda yashayotgan o'qituvchilar nazorat qilish va qo'rqitish uchun ishlatilgan. Ular Xitoy Kommunistik partiyasining bostirishini Xitoyning chegarasidan boshqa joylarga kengaytirib, boshqa davlatlarning egilik huquqiga oshkora daxl taruz qildi. Ommaviy oshkorlash hukumatlarning Xitoyning chet elga aralashib faoliyatlariga bo'lgan tonishni zo'r darajada oshirdi va Beijingning davlat halqagan bostirishiga qarshi turish uchun ko'payayotgan tirishchiliklarga bevosita to'kib qo'shdi deganlarni ta'kidlagan.
Оның мәзкур guvohlik yig'inida bildirishicha, Milliy demokratiya fondi hamkorlashgan tashkilotlar Xitoyning Tibet, Uyg'ur va boshqa oz sonli millatlarni nishon qilgan keng ko'lamli tutqun qilish, majburiy emgak va madaniyat va hatto diniy bostirishni xotirlashda muhim rol o'ynaganligini o'tirib qo'yib, Milliy demokratiya fondi qo'llagan buxroliq jamiyati tadqiqotchilari dalil isbotlarini to'pladi. Guvohliklarni saqladi va siyosat belgilikchilarga Sharq Turkistondagi keng ko'lamlik atalmish qayta tarbiyalash lagerlari va majburiy emgak, Tibetdagi mustamlikachi yotoqliq maktablar to'g'risida ma'lumot berdi. Bu xalqaro ong va javobgarlikni oshirishga yordam berdi. Milliy demokratiya fondining qo'llashi bilan tadqiqotchilar va advokatlar xohlagancha tutib turishni xotirlash va qonunni qo'g'dashni ilgari surish uchun xizmat qildi. Bu uzun muddatli besimni xotirlashda to'hfa qo'shdi. Bu islohotlarni ilgari surishga yordam berdi. Buning ichida uzun muddatli sotdan burungi tutib turishni yo'qotish tirishchanliklari bor. Bu xizmat ko'pincha jimjit va tadrijiy ilib berildi. Bu Amerikaning yerlik fuqarolarining yepiq sistemi ichida qonun ustunligi ideyasini saqlab qolishiga yordam bera oladigan oz sondagi usullarning biri deganlarni o'ttirib qo'ygan. U diniy erkinlik, insonning izzat hurmati va demokratiyaning asosi. Şoňa diktator hakimiyetler daim dini jamiyetlerini tehdit dep qaraydı. Ama bular döwletniň kontroliga qarşı tura alaydigan mustaqil axloqiy hukuklar, çerkavlar ve mescitlerden tartip ibadetxanalargacha dini guruhlar daim kişilik hukuk ve demokratik qimmat qarashini qo'g'dashning oldingi sepida turdi. Din yoki e'tiqod erkinligini ilgari surish uzundan buyon vazifaning markazi bo'lib kelgan bo'lib, o'zimizning qurilishimizga asoslangan Amerikaning asosliq an'anasini aks ettirdi. Xitoyning Sharq Turkiston, Tibet ve boshqa joylarda elib berayotgan bostirishlarga qarshi kurash qilishining Amerikaning qimmat qarashi va Milliy demokratiya fondining majburiyati deganlarini ta'kidlab, boshqalar biz bilan birga turgandek erkin jamiyat qurishni umid qilganlar bilan birga turish, tarixiy geojografiya raqobat paytida Amerikaning bexatarligi, gullanishi va rahbarlik uchun strategiyalik mablag' solishdir deganni o'ttirib qo'ygan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qıtımlıq sanımızgacha ko'rishgacha aman bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.